Assalomu alaykum savodashlar. Endi biz DIV CSS'ni foydalanib tövəndiki tor bekatning mushu qurilma loyihasini siz chiqamiz. Avval biz DIV qurilmasini yozib oldik. DIV qurilmasini yozib, asos DIV qurilmasini biraqur yozib bo'lgandan keyin uning ichiga kichik mazmundan yozishni oldida avval asos DIV qurilmasiniki şekilli to'g'ri chiqdimi chiqmadimi, ondan keyin uningga CSS yozamiz. Tushunarlimi? Shuning uchun biz avval DIV'ni yozishni boshlaymiz. Endi HTML'ning 5'i bu yerda bir belgi var, yani ünleş belgisi. Bu belgini biz odatda biz bir buyruq xarakterdagi bir belgi ishlasak bo'ladi. Uning keyiniga doc type, ya'ni hujjatning arqon tipi, boshliq bu HTML. Endi tamam yeter. Ana astiga yana tana açtık, HTML başladık, astiga yana HTML oxirlashtirdik. Yani ichiga yana qiyatni açtık, qiyatni oxirlashtirdik. Şimdi mayaga kodini açtık, kodini oxirlashtirdik. Ana undan keyin buni ichiga yozgan mazmun hammasi center o'tirkasina. Xo'sh. Endi biz torbetning asosiy qurilmasini biraqur yozib bo'ldi xatishlarni. Endi mana qiyatni boshladik. Ammo xato yetmana. Bo'lmay kelmadi. Shuncha. Buni qiyatni orliqqa meta, ya'ni torbetniki bir ilmiy qismi, torbekatniki xarakteri. Bunun tam oldu yine mazmun tutulan. Mazmun olsa text HTML. Anondan keyin charset, yani xarakteri pochtiket UTF-8. Buna bo'ldi. Xo'sh, vaqtcha kichik ya. Andan keyin buni ostiga torbada mavzu solishini qo'y. Bunga Intel website deb yozib qo'ydik. Xo'sh, endi men body'dagi men center bilan centerni orliqqa biz mushtorbatning asosiy mazmunlarini yozsak bo'ladi. Mavla hammasi nima degan vaqtda bu torbat ko'rmaydigan narsalar, ya'ni hammasi harf belgi. Torbekat bo'lsa asosiy programmasi ikki narsadan tuzildi. Birisi mazmun, yana birisi harf belgi. Buning ichida mana hammasi mazmun, yo'q, harf belgi. Faqatlam mush Intel website degan boshqa hammasi harf belgi. Endi biz mayaga harf belgi aralash bo'lgan mazmunni yozamiz. Endi cho'ng bo'lgan DIV'ning ID'si. ID'sidan cho'ng bo'lsin. Yana DIV'ni yigib oldik. Andan keyin bundan ichiga DIV'ning ID'sini tan tizimli bo'lsin, mana ustidagisi. Mana o'tirma. Endi men birinchisini boshlaymiz, mana birinchi qizil rangli tizimlikni. Ma bir nokta alayda tizimini siz mana keyin kichikroq yozamsiz. Yani çoğunlar bilan tizimde buna yazamsiz. Bu noktanı farklandırmanız bo'lmaydi. Agarda siz DIV'da yoki HTML'da ma'lum bir narsaniki ID'si yoki class yoki name degan qiymatlarga buni ismiga, ya'ni cho'ng'ar bo'yicha yoki kichikroq bo'yicha farqlanib yozsangiz cho'qim CSS qilma cho'ng'ar kichikroq farqlanib yozsiz. Bo'lmasa ishlamaydi. Tushundingizmi? Bu yerda cho'ng harf bilan kichikroqniki mush xalqaroliq yoziq o'lchimida harf kodi o'xshash bo'lmaydi. Tushundingizmi?
Bu bir mühim nokta ha. Tizimlik endi mana shu yerda turibsizdan buni ostiga yana markalar qo'y ya. Marka ya, marka shunaqa. Andan keyin mana birinchi qadam mana sirtdagi sog'ushi. Cho'ng bu bitib bo'ldi. Ikkinchi qadam mana tizimlik. Buni o'rnatib bo'ldik. Ishigman mazmundan boshqa. Uchinchisi ana mana marka. Bu markani chiqarib bo'ldik. To'rtinchisi mana mazmun, mazmun degan deyaylik. Xo'sh. Shuning bilan mana birisini ko'paysak aslo chiqaverdi mi ya? Ondan sonra mana shu turib tursin endi. Aynan asldan qismi 5-si. Mana batni osti, ha? Ana bunu saqlaymiz. Mazmun hozir bir turibsin. Sadece köpecek oldu. Bugün köpecek payı oldu. Bunu saqlashning oldida biz buni siyasi yozamiz qo'y. Siyasini ulaytlama. Mashaga, bunaqa limit. Boshliq rel tan. Yani qavat kediladi. Andan keyin buningki tan XCSS. Buningki manzili tan Anjan siyasi tan olsun. Yani biz buni Linux desek saqlaymiz. Tunji saqlagan vaqtda. Buni saqlagan o'rni navbatda diagnostik 01 ha. Sal yuzda. Diagnostik 01. Bunun ismi index.html bo'laversin ha. Saqlab etdim. Xo'sh, endi biz qanaqa qilamiz? Endi biz ma resimga xat yozamiz. Xat yozamiz. Ishchi tizimi shunaqa. Mana marka. Maya. Mazmun. Maya. Tizimlik. Maya. Osti. Shuni qilib, endi eng cho'ngda bir diyoyi bor, ha? Batni sirtida. Cho'ng bo'lsin. Shuning bilan bular bo'lganda hamda biz mana HTML past tushiramiz. Buni ijro qilsak alohida bir mazmun yo'q bunda. Ustidan o'sha xatdan boshqa, ha? Xo'sh, hamda buni CSS ham yozamiz. O'sha rasmga qarab yozsak bo'ladi. Avval cho'ng degan diyoyiniki. Cho'ng degan diyoyiniki. Kenarligi 880 piksel bo'lsin. Egizligini hozir bermay turli, ha? Egizligini auto qilib beray, avtomatik bo'lsin. Border 1 piksel, chiziq, solid, rangi. Mana holatda. Undan keyin tarix rangi. Bunlar ham bo'lsin. Shunda nima bo'ldi? Ana ustiga bodin yozildi. Bodinki font famili ishiki xatnosi UKG so'z tom chiqsin. Anan ostiga yana margin batmanki atab odilgan 0 bo'lsin, ha?
Xo'sh. Endi biz CSS saqlaymiz. YouTube sekirda mashaga. Ismi Olimjon bayadanqi ulg'an hujjatniki. Olimjon Chiket CSS ha. Endi buni qaragan bo'lsak, mana chiqdi mana. Siz bo'lmaydi. Şimdi mazmun bo'lmaganidan keyin shu mandan chiqadi. Endi ichki mazmunni chiqardi. Yana qaysi somayada? Tizimlik. Buningki kengligi 90% bo'lsin ha. Tartibdan keyin buni. Yana egizligini 60 piksel. Yine bordersi 1 piksel. Sınırınca normal altı rengi sızıl rengi. Sırtlarına okşaş olsun ha. Onun da başka kayık rengi. Bunlara bulsun. Hani biz bunu yeni saklı ettik. Ben çıktım ama hem de yeni bir nesne olmaydı. Marka da tana icra olduk. Kendigimi 90% bulsun. Egizligimi 180 piksel. Bordersi 1 piksel. Solid. Sırf rengi normal bulaversin ha. Bunu tekrar beğenmeyelim. Yine mazmun. Bununki kendigimi 90%. Egizligi 280. Piksel. Border 1 piksel. Sızık normal olarak rengi karanti olarak olsun. Bunu mu takip ettik? Bunu yine en astı diyen diğer yönünki kendigi 90% olsun. Egizligi 80 piksel. Bununki border yani sızık 1 piksel sızık solid normal olarak sızık rengi mi? Sızık rengi sızık bol çıkamayı bana. Bordersi 1 piksel sızık normal olarak rengi nara olsun. Hem de kayık rengi mi? Sızık okşa bir pay. Saklayatım ön körü baklı. Ma çıktı mı? Ma çıktı lekin astı mesele var mı buraya da? Ma egizlik degandan keyniga ma chekishpak urmagan ekan ha. Qani chiqdi o? Yeni bir mesele var. Her bir diğerinki şu kısmını kapkan arlık. En aldılar biz bunu kendinden şey ödülen 95% kıp bakay. Bunun 90 turu versin. Ama tizimi maşallah 97. Oldu mu o müjde arıqıp kalsa? Oldu müjde arıqıp kalsa oldu ha? Hoş. Hem de bununki yine mercin top üstüne akıp kaldı 10 piksel. Sizin 10 piksel arıqlaşıklı. Ne buldu mu? Anladaki mi astın diye yine üstüne arıqlaşık yaptı ama tizimlinki. Lakin aslı arıqlaşık taşımadık koy. Aslı ki ben marketing diye yok ama o.
Mana bir qo'yay mana bu. Men markani diye yo'q ama bu. Mush diyening mi kaniga 97%. Hammasini kaniga 97% bo'lsin, ha? Bo'ldimi? Endi bu har bir diyeninki top marjinisini beramiz endi. Ma chon vermemiz, chon mesela ama betni asos keldi. Sizning berib bo'ldik. Men markanimi marjin topni 10 tekshir qilyapti. Bu vaqtda buni 10% past tushdi. Endi mayatga men mazmun buni shunday qilamiz, ha? Buni 10% past tushiradi. Ana men osti degan buni saltib qaraymiz. Ma bo'ldimi bu? Bo'ldi. Endi mayagin berimizmi? Osti deganga berib qo'yaylik, ha? Bo'ldimi? Ma bo'lishi bo'ldi ostiniki, lekin ostiga botton marjin bermasak to'g'ri bo'larmikan? Ashuna qildi. Marjin botton, ha? Botton 10 piksel. Bu vaqtda ustini osti o'xshash nisbatda bo'sh qoldirmaydi. Tushundingizmi? Xo'sh. Shundan ma'qulim bitdi. Andan keyin qilib qolganini biz dialog yozamiz yana. Tizimlik. Mushug'i. Tizimning ichiga yo'lni yozdik. Yo'lni ichiga L. Navanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 bulutuna. Aldık resimini almayla, ha? Alımız mı ya? Alımızsa gel kısal murakkabı gidip kaldı hocam. Onuğa her birliğe ayrım ID verip şu ID'ni takip etmeye çıkıyor. Azıcık tüpsüzlük şartlarla. Yetiştirlik. Mava baş bet. Hap detal. Yumuşak detal. Haberlerimiz, mülazimetimiz, hemkarlık, alakışın, mani yüz oldu. Yani bunu kalınsa makat maya çıktı. Hoş. Hem de biz bir tarafka diyayını, bir tarafka bunun siyasetin iç koyup yazımız hem de. Bu tizinin şuğa Mayaga profesyon tizimlikning ichiga yo'lniki paddans berildi oyada. Paddans bermasa araliq qilib qoldi. Paddansi 0 piksel. Yana tizimlik degan diyagniki ichiga yo'l, abzasning ichiga liniki. Asosan bununki yani hozir bizim bagimiz mavi. Mushu yo'lniki, ha? Andan keyin mavi qimmat bo'lsa, tizimning ichiga yo'lning ichiga L. Ya'ni ma tizim degan ma diyaning ichiga, ma yo'lning ichiga ma link o'sadi. Har bir lini. Bununki kengligi umumiy egizligi, umumiy kengligi 880 bo'lsa 880 bo'lsa 100 ni qilib turay, ya. 100 piksel. Egizligi 60 piksel. Kaç 100 dan o'rni egizligi 40 piksel, mana egizlik 40 ko'tay. Satrib o'ngshaymizni uyanamaysiz. Ana yana
Yine bununki flat yani leleş altı. 10 tarafını çıksın. Display yani aldaki abzat belgesini üçürümüz. Hoş, endi mana yeb patloq tamahidib. Endi ko'rdi, ha? Mana chiqdi mava. Bu yerga chiqdi. Endi bu yerda yana bir masala bor. Bu yer bir masala bor. Margin topni 0 teklik bağlı. Bu vaqtda shuni hozir yo'q shunday qo'y. Nos minus 10. Minus 7 taqla ya. Bo'ldimi? Endi o'ng tarafdan surmami degan vaqtda buni o'ng tarafdan surib beray. O'ng tarafdan ma'lum miqdor surib beray. Margin right qilib, margin right. Har birisini oralig'ini 7 piksel. Bo'ldimi? 8 piksel qilay. Xo'sh. Anandan keyin, ana buning kengligi muvofiq tanishida, ya. Kengligi 100 110 qilsam ichki ketami? Az qilib turib 110 ondan 5 qilib boqay. Ondan bo'lsa 111 qilib boqay, ya. Mana sal yaqin ketdi. Ondan bo'lsa 110 ondan 8. Xo'sh. Bo'ldimi? Shuning bilan ama üstü sizning o'rnini tutib bo'ldi. Endi rasm qaraydi. Marka keldik. Markaga o'rniga rasm qistiramiz. Buningki DIV'si mana shu, ha. Mana shu marka. Buning UL elib yani yo'l elib yo'q. Li anyas buni murakkab qilmaydi. Bevosita rasmni qistirib berdi. IMG qo'shliq SRC tam deb yozilib, tanib yozilib bizningki ishlagan torbetimiz Marisin bilan bu resim çıkıp gelsin. Üstü diken JPG resim. Ondan sonra ya IMG'nin o adresi. Resim içindeki üstte JPG'ye resim çık. Bununki Canon kırıp alır. Resim ben çeksek köylü buldum aslında. Canon 980. Bizim mavi betine ölçümü 880 var. Mayaga yozamiz endi. Qirg'ochga, lekin qo'shmash ekaniga. Shonlidan 850 qilib beray. Qog'ini eldan qo'yamiz. Yuziga tam nechta model yuziga? Mana markaniki 180 shunaqa. 180. Bundan men 150 qilib beray. Bu vaqt men rasm olib chiqdimi? Chiqdi. Endi mana resimning kamligini 880 dan 830 qilib aytay. Xo'sh. Ammo siyosatdan men ko'kron ilitma, ha? Ko'kron ilitib buni border qo'yay. Ma resimga. Borderdan 1 olsun. Bo'ldi. Endi bu resimniki kengligini yana muvofiq tanishaylik.
830'ni 840 bakay. Ana tizimi degandagi yengilar o'xshashkasi bo'ldi. Tushunadingmi? Mush li bilan o'xshash chiqdi bo'ldi. 835. Bo'ldimi? Endi üst qismi ne? Bunu çiziz yazımız. Marka deganning ichidagi IMG linki. Margin top 8 piksel. Bo'ldimi? Qo'y, endi rasmni egizgina muvofiq kontrol qilay, ha? Masketsiz mana shu. Marka deganning ichidagi IMG niki üst aralığı 8 piksel ters düşürüldü. Hem de rasmni egiziga 150 te buni 160 qilib turay. Ondan sonra 165. Ondan 62. Endi bo'ldimi? Xo'sh. Andan keyin endi qilganimiz qaysi? Endi qilganimiz mazmunchi. Mazmunchi. Mana shuga men mazmunni birinchi o'tiray, ha? Yana diayonic ID'si tam 10 da bir diay olsun. Yana diayonic ID'si tam solda bir diay olsun. Ama 3 tane diay yubamaydı. Ondan olsa ben managa qiymat yozay. 10 sol. Xo'sh. Endi men diayni yozib bo'ldi. Qavunini qana qilamiz? CSS yozamiz shuna qo'y. HTML qarab turib, shu rasm qarab turib yozdi. Mazmun degan ichiga. Mazmun degani ichidagi 10 deganiki. 10 deganiki. Kamligi 97% ni biz 90%dan 60%, 30% aşağı bakaya 60% olsun maniki. Çekizlige güzellik piksel bordersi bir piksel size solid rengi susar işin rengi. Hem de hayır rengi. Ne bu? Hem yine sonraki muşun o'xshash chiqdi. Mana ko'chirib oldik. Astiga chapildik. Bunun ikkiga o'xshamaydi. Birisi o'ng temas sol shunaqa, yenisi maniki kang o'xshamaydi. Shunaqa qog'oga o'xshash qo'y. Mana chiqdimi? Bu yerda bir masala va bir xatolik bor. Float degan bilmagan biz. Shuning uchun yandan chiqmaydi, ostidan chiqib oldi. Tushundingizmi? Float degan bilmasang yandan chiqmay ostidan chiqib oldi. Unda bo'lsa floatni yana o'ntarib qilib beray. Bunimi o'ntarib qilib beray, ha? Xo'sh, ham ko'rib boqinglar. Mana chiqdi mana. Lekin mana degan nimasi bor? Orliq masalasi bor. Orliq masalasi. Onda olsa onunla margin topni 8 piksel. Onunki yine margin rightni 8 piksel. Qildik. Bo'ldimi va? Ana solnikidan şeyimiz. Aman küçülüp oldu sol yengi. Küçülüp çapıldı mı? Hani bunu mu görürüz? Ma çıktı mı? Hoş.
Endi o'ngni sal kengaytay, ya. O'ngninki 60% qo'y. 65% qilay. Xo'sh, unda bo'lsa o'ngninkini yana 68. Ya 66. 67 bo'lsin. Unda bo'lsa 66.5. Bo'ldimi? Sal kichik mana shunaqa. 66 da yetib qo'y. Endi bo'ldi. Buni egizligini tashlaymiz endi. Egizligini 250 ni 260 qilay. Bo'ldimi? Osti qism bo'ldimi? 62 olsun, ha? 262. Endi bo'ldi. So'lnimi 262. Badim. Mal bo'ldimi? Xo'sh. Anondan keyin diyoidin ma'o mazmun deganning o'zini maydonga kelsa. 1 2. Ko'paytirib oldim, ha? Bu nimaga chiqdimi? Xo'sh, endi buni qanday qilamiz degan vaqtda endi buni rangini muvofiq tanlaymiz. Siz qaraylik endi. Cho'ng deganning tagsi rangi ma i holatda, ha? Bodiniki tagsi rangi turaversin. Oxirgi. Tizimning tagsi rangi seyr holatda. Tizimning ichidagi qatna rangi qip-qizil. Bo'lmaydi ekan, ha? Bo'lmaydi ekan, yenlamish qorong bo'laversin. Anondan keyin mavi tizimning degan ichidagi har bir lining tagsi rangi. Tizimimizga har bir li mana mushuga mushimon li har bir lininki tagsi rangini maygadan berib o'tay. Tagsi rangini mana rang bo'lsin. Yoki bo'lmasa mahlan bo'lib qatna rangi oq rang bo'lsin. Ma bo'ldimi? Endi men tizimninki sirtli rangini mana o'zgartiray. Bu oq rang bo'lsin. Mana yo'lda, ha? Mavi marka deganninki ichidagi, ya'ni marka deganninki tagli rangi. Biz har bir diyoga birdan tagsi rang bersak, eng cho'ng diyoyi bo'lgan umumiy diyoydan o'ziga olgan mayda cho'ng degan diyoyning tagsi rangini biz mandaran qilib o'tgan. Ya'ni ma'qilsal kulrang rang qilib o'tgan. Tushunilmi? Shu hammasi taktik belgi keldi. Endi biz markaga keldik. Marka deganninki tagsi rangi. Bunu oq rang bo'lsin. Yine mazmun deganninki tagsi rangi mi oq bo'lsin, ha? Mazmunning ichidagi o'ng deganning tagsi rangi. Bular javob turaversin. Men oq rang javob turaverdi-ku. Xo'sh. Ondan olsa, o'ningki ustiga mousni yig'ib bag'anda mouse o'zgarsin. Yana rang o'zgarsin. Ko'zlarning holatga. Nega? Quduqbasi, ya'ni mazmun degan diyoning ichidagi o'ning deganninki ho versiya.
Bunun taylik rengi. Asli altı mavi etiği. Bunaqa men mana rang qo'y. Bu vaqtda rang qanday o'zgargan? Faqat ketib qopti, ha? Nolsa Marani işit bakay. Ne buldu mu? Bizge doğru mu? Hem bizge muşanın işitek oldu. Onun kumuşunu aman küçürüp solunun astığa çaplap onun digenini soluğu digetey. Yani bu soluğum şeydi. Buldu mu? En astığa geldik. Astığa biz mağazın yeğe bağlıqta özgürden kımsaq bo'laverdi. Lekin köpküsün torbagatlar astini qanday yasaydigan vaqtda astini mana o'xshash torbadan mabesh butun holatda yasaydi. Tushunildimi? Biz buni oshnalar qilib boqaylik. Oshnalar qilmoqchi bo'lsak qanday qilamiz? Asti degan diyoyining o'zini cho'ng degan diyoyining sirtiga chiqib o'tamiz. Buni kesib evilib cho'ng degan diyoyining sirtiga chiqib o'tamiz. Ya'ni bu asosiy bir diyoyi qatori bo'lgan ekan, bosh diyoyi qatori bo'lgan ekan, mana bo'ldi, ha? Bo'lmay chiqdi. Qolganda asti deganniki diyoyiniki qiymati qaraymiz. Kanligi 100, egizi 880. Ne buldu o? Ananın kim? Ne buldu ya? Ananın kim mi? Asıl boşluk var şuna koy. Asıl boşluk var mı? Asıl boşluğumuz kana yoktu bizge vakitte. Bunu dayanmaz göre ya. Bunu asıl boşluğumuz kana yoktu bizge vakitte. Benim torku için mesele var. Maya bir ayıfranı bilen kusuk koydum ayağa. Tutmak mı? Lekin sizlerden normal çıkıyor. Ben bunu bana yok alsam olur. Astır kendinki. Mercim button sene. Minus 10. Ondan sonra minus 20. Minus 20. 3. Asıl kaldı ya. Hani buldu mu? Hoş. Şundan biz nöbetki mağu kurumunu işlep bulduk. Hem de ma üstündeki her bir liga mağazın yıkı ekege vakitte özgürlüğün olsun, he? Yani mayanın küçülüp yasak mı da mayaga? Sizin içindeki yuğunun içindeki liniki hoversi. Bununki bununki taylik rengi. Mana rang olsun. Qanday rengi? Mağfirat olsun. Bordersi. Bordersi. Tom qara olsun. Xo'sh. Hamda ko'rib boqamiz. Ma o'zgardimi? Hozir nima mudor ketaman va? Chunki hozir mana borders bor, lekin xo'rsimiz border bermagan. Bordersniki kaminmagan, ha? Bordersi bir piksel siziq solid, rangi qop-qora. Endi jim turdim bu. Tushundingmi?
Buni nol qo'ysak bo'lmaydi. Nol qo'ysak üstlük asl qismi unda bo'lgan. Mana. Bo'ldimi bu? Torbatning qurilmasini mana shunday chiqarib olsak bo'ladi, ha? Endi, mana resim qaraymisak, mana 10 degan qaraylar. 10 degan qarasangiz, mayada bundan biraz ko'rsiz. Mana ko'ramiz mayani. Endi biz mashina yasaymiz. Bundan bo'lsa eshitmaysiz-ku. 10 deganning ichiga mayaga, ha? 10 deganning ichiga. H3. Yana H3. Yazaldikmi? Bu bunda bo'lsin, ha? To'g'ri eng yangi mazmunlar. Endi buning diarizini yozamiz. CSS'ni. Bu üstü 10 bo'lgandan keyin üstü 10 mazmun üstü 10. Masha yozdi. Ha, bu men qo'yishim aslo yozdi bo'ldi. Qo'yib kelib tursa mayaga. Ya'ni buni qo'yib mayaga yak mayaga yozay deyishim sabab qancha buni biz qancha o'rniga ya'ni retard bo'yicha tepishimiz uchun aytsam bo'ldi. Tushundingizmi? Mazmun deganiki 10 ichidagi H 3 buningki endi qiymatini mayaga beramiz. Buning kengligi 10'un kengligi 66,7 qo'y. Buning kengligi 100%. 10 deganning kengligi qancha bo'lsa shuncha darajada chiqadi. Tushundingizmi? Hargiz fiyatni olib bo'lmash ketmaydi. Mush 10 deganninki navbatga mush deganning kengligi qancha bo'lsa shuncha darajada chiqadi. Agar siz 66 qo'ysangiz kichkinaga chiqqan to'xtab qoldi. 100%. Anandan keyin buning egizligi 35 piksel. Tayrik rengi bunlar bo'lsin. Xo'sh, endi ko'ramiz, ha? Maya chiqdimi bu? Maya chiqdi. Undan bo'lsa, CSS nazar tuzla. Egizligini berdik. Yana liniya egizligini beramiz, ha? Yani kaç yazılı bo'lgan egizligini. Bu vaqtda men xat asliq tushirmay, mushu shularni o'ttirsak tushirdi. Bo'ldimi? Endi xatning rangini tom oq olsun. Bo'ldimi? Yine buniki marjinsi. Marjin top 0 olsun. Şu çıktı Endi maya 21 nazım mesel var. Mana çoğaytımı dağıt kılan, ha? Lazım bana tüp bizden çıkalım mı bu? Azra arlıktaşay arlık ne? Onda olsa arlığını kanadaşay mı? Onu diyenge perde verme. Perdensin 1 piksel. Mağalı gördünüz mü? Manşanız mı? Müşteratta birimiz. Endi görünüşü esas kaysın. Bunda doğan vaxtda çırağı çıkdı. Arlık boş kaldı gayrı. Endi mayagımı muşu yani onunki perdenisini ama solğumun büyütüme. Onunki ma onunki H3'nin kıymetini bunu birinci küçürüp ma sol diyenge astığa çaplayma. Bununki ma üstündeki 10 diyeni özgertip sol özgertirsem o vaxtda solunun H3'nin kıymeti mançı olsun akla. Mayat H3 yok. Yani bunun 100 pese çıkdı H3'ni. Solmuş şuma
mayadan mayagacha ko'chirib anchaqlay. Bunun için mezmunni o'zgartiramiz endi. Bu kişiye olğanki tanlagan mezmun bo'lsin, ha mayada. Shunaqa? Yana Uyg'ur tilida bo'lgandan keyin men tanlagan mezmun o'ng tarafda mavi ko'p mezmun sol tarafda bo'lish kerakdi. Undan o'z almashib bakalım. Almashib bakalım ma ikkisini. Ma kichikni o'ng tarafga, men sol tarafga. Masalan, mana demoqchi, mana qilaman, ha? Men mana demoqchi. Mana qilib bakalım demoqchi, tushundingizmi? Ondan olsa, mas sessiz qaraymiz. O'ng, shu shunaqa. Onu flat right qo'y. Onu flat right qo'ymaydi. O'ng taraf buni left qilib qo'yla. Ondan olsa, solni flat right deb buni left qilib qo'yla. Almashdimmi va? Xo'sh, almashdim, lekin mav doirasini biz o'zimiz endi qo'lda birdan-bir berishimiz to'g'ri keldi. Eng yaxshi biz mushuna ishlatilmani bu mana bo'lsin, ha? Agar buni almashtirish uchun mav bir xil usul. Agar siz siyosiy chiqilmaymansiz, yana bir xil almashtirish usuli bor. Diqqat. Mas siyosiyni biz joy qo'ydinglar. O'ng yo'lga qo'yishsin, Uyg'urcha bo'lgan ekan. Ish qilib mazmunninki chiqib shu yo'lga xato narsani asosan o'ng yo'l bo'yicha beriladi. Grammatik qoida bo'yicha xato mashq qilmaydi. Men asli qaytdi-ku. Endi biz ehtimol qaraymiz. Avval o'ng keldi, undan keyin so'l keldi shunama. Undan bo'lsa men so'lmi shunaqa. So'lni kesib oldim. Onun üstüge çapladım ayağa. Ma almıştım ayağa. Mana almıştım oldu. Lekin ma sol, ma o'ng kaldı. Ma ikinci kılırsın. Mayad bir hata yapıp çıktı. Şuna koy. Şuna ma. Ondan olsa üçüncü kılı sol. Ma cay kıp kalsın, ne ma o? Ma cay kıp kalsın. Emde CSS'da onun kanlığı 66 ondan yetti koy. Bu ne? Bu ne? Ma o'ngdan solniki nimiz o'xshamaydi? Kamlik o'xshamaydi, o'ngdan hamma o'xshaydi-ku. Dal kamlikni almashtiramiz. O'ngninki kamligi. Ma solning kamligi nechta? 30 ta. O'ngning kamligi 30 bo'lsin. Solning kamligi 66 da 7 bo'lsin, ha? Ma o'zgardimi? Ma usul bir qadar qo'yamki. Endi ma solniki oyoq qarsin mana narsa bor. Bu nima ish oldi? Buning sababi mayada. Biz solg'imi, o'ng'imi 1% paddan bergan. Shuna bo'lganda matadan bir ishki bo'ldimi? Ya'ni paddanniki o'ng tarafdan bir paddan, sol tarafdan bir paddan, shu ikki paddan bo'ldimi? Ya'ni ma solnimi sol taraf o'ng tarafdan bir paddan, sol tarafdan bir paddan, shu ikki paddan bo'ldimi? Cemi 4 piksel aralıq mahsul taraf eşi oldu. Bunun qarşısının üstünün bir pərdin, aslının bir pərdin, 2 piksel pərdin. Üstüne aslının aralığı oxşaşma? Oxşaşamaz. 2 piksel aralıq pək küçük etdi. Demək, bunumuz seyircəsimiz kontrol qılımız. Daha olsun, mani 66% bulupsun, ha? Xoş, ondan 66 ondan 3. Bakay. Buldu mu? En İngilizce'den şeyle. İngilizce'den şeyle, ha? İngilizce'den ki 30. Biz içige sol bunu açıklamayla buldum şimdi. Mezmunda bir diye bakma, çoğun bir diye. Mezmunu 280 koy. 280 2 qilib bakay. Ma tanışadımı? Bo'ldi endi? Aslında bo'ldi, ha? Lekin mayadan yana bir masala bor hozir. Yana bir masala bor.
Bu yerdeki mesele ma astı kısmı mı o? Ma hatalık görüyorum, ma hatalık ne? Baykınız mı? Ma astı diyen diyayını biz ma o yan taraftaki ma çoğun diyen diyayıdan çıkarken, sırta çıkarken şuna koy. Sırta çıkarken diken ma o mezmun diyen çoğun bir diyayının ki astı kısmı ma'nın cıbı çıkıp algan hem astı diyen diyayının üstünü arlık kalgan. Onda olsa astı diyen diyayının ki üstü arlık ne? Top arlık ne? Biz bunu yok etimiz, bir başına uçayımız ya. Bunu yok etimiz demek mağarlık cıblışı da. Cıblaştı mı? Anladın ki biz mağarlıkka biz kıymet verimiz. Yani ben mezmun şuna koyma ya. Mezmunun ki butonuzu bilirsek aşağıdan bir bakım da mezmunun butonuzu bilirsek bir yerde ma üstlük mezmunun mu aslı kendi gezdi, aslı mezmunun aslı kendi gezdi. Demek mağarlık değer takım kendi gezdi. Aslı oşalgan bilen mağarlık iki mezmunun arlık takım kendi gezdi. Çünkü hazır aslı mezmunun topba üstlük mezmunun ki butonuzu koşulsa takım kendi gezdi ya. Çünkü şunun için ama çoğu diyeninki diğerininki peddin butonusunu çoğu diyen diğerininki iki araninki butonusunu 8 40 paraya maya buldu mu? Ondan 10 paraya yan tarafı okşak olmuş gerek. Ma buldu mu? Üstün buldu mu? Hoş. Adamım mezmun olmuş ötüle ha? Ma bu? Ne yakıyorsun? Buradaki en yeni mezmunlar. Ma bu? Tavsiye mezmunlar yine ama hiç düşünemem küçük lan mı yege umudurak ya ama kişilik ya ama ikinci kurumana var tavsiye köznek. Anima solğumu çaplap lan. Bundan olsun. Buldun mu çıktı mı? Çıktı. Anamdan keyin anamdan keyin ma tavsiye köznek biz bunu nemi kurduk? Tavsiye köznekke tavsiye e'lon qilish uchun qurdik. Tushundingizmi? Shuning uchun bu yerga tavsiye e'londan birini qistirib qo'yibmiz. Unda bo'lsa. Bu yerga nima qistiramiz? Bu yerga mana bu rasmlardan birini qistirib qo'yay. Mana qistirdim mana. Bu en yaxshisi e'lon degan bunday ko'rsin, en yaxshisi. Har bir mazmun o'xshash turadigan narsa ko'rsin. Bu Toshkent chekit GA evresin bu. Unda bo'lsa bu Mo'sha tavsiya ko'znak, ya'ni 10 shunaqa. Ma ikinci 10. Mana tavsiya ko'znak. Hiç üçünün astığa, hiç üçünün astığa. Biz bir B ardını yazınız. Eğer bir yazmışsın bula olur. IMG yazılı bu de. IMG boşluk SRC tam elanın içine Toshkent chekit GIF degan resim. Buni qistiramiz.
Yani bu resimdeki kanını görüp bakalım. 120, 160 şuna koy. Ondan olsa almaya çıksın mı resim? Çıktı mı? Endi resimni ikkini qisibdan fazla kelgan mayaga. Qisib bog'la. Yandash ha? Ber. 2. Kirdimi mayaga? Ondan olsa her bir resimni ostiga mazmun yozib baqlama. Ha? Her bir resimni ostiga mazmun yoziblar. Mana cho'ng aytay, ha? Bu resimniki ostiga yardım qurib, mayaga. Benim küçüdüm. Maya çapladım. Maya da bana çıkıp aldı. Bunun sebebi ne mi degan vaqtda. Bunu biz mana biraz elitimiz. Ma bir çaşkan şuna qo'y, mayadan maya kelsa bir çaşkan qo'yma o. Ayinci başlandı maya kelsa. Bundan olsa bunu biz bir linesiga elitdik. Anandan keyin benim lineye mayat axirashtirdim. Xo'sh, endi CSS qa ya'ni mazmunning ichidagi 10 degan ko'znak shunday qo'y. Mazmunning ichidagi 10 degan ko'znak. Hani mayada yana mana qimmat bor, ha? Mushu shunday qo'yna u. Dolar qo'yilsa mazmunning ichidagi 10ning ichidagi lise. Shunami ma u? Buning Bulatni evet buna qilib Endi mana ko'ramiz. Bu ikki bir yer chiqdi ama anondan keyin yana anondan keyin ma abzas bezamaydi. Bu chekni yo'qdimiz. Displayni blok qilib qo'ydik. Bu display blok qilib qo'ydik, bu chek yo'qaydi. Xo'sh. Endi ma mazmun o'ttiroq kelsin ma. Mazmun o'ttiroq kelsin. Ma HTML-siga 10 deganning ichiga. Center yani markaz o'ttir deb yozib bersak bu vaqtda ma resim qanday oldi? O'ttiroq chiqdi. Center axirlashmadimi? Yo'q. Ma beyoz kelgan mazmun bo'lsa mana chiqaverdi. Buni biz ma diaverga qilib bo'lmasa, pechmay qilib qolsa. Ama CSS yozildi. Onun ichiga. Marasini chiqardik. Bularni o'tirib kelmay tushunama. Agar o'tirib kelmasa, ishni qilaversin. Biz ma Leninga margin right qilmoqni 5 qilib qo'ydik. Ma bo'ldimi? Endi resim sal ig'za chiqsinmi? Resim sal ig'za chiqsin, ha? Andan keyin resim sal ig'za chiqsin. Buni HTML'dan resimniki yig'iziga. Bir 160. Buni 160 bo'lgandan keyin 180 qilib qo'ying. Mau JPEG kalimatini aytilmagan. Boş ver. Keşke etmeyin. Demek bunun kendini tam belirlemesi olmaydı. Kendini 180
Mana igiziga 120, kamida 160. Siz ma'lum bir tarafni o'zgartirsangiz cho'qim, yana bir tarafni 7 o'zgartirsangiz kerak. 120 kamligi. Igizigini 180 chiqadi. Ondan bunu taxlab ko'rib boqamiz endi. Mana chiqdimi? Lekin sal igizga to'g'daymi, ha? Mana maylarni ko'chirib oldik. Buni men chapladik. Endi ko'rib boqaylik. Mana üstü sal bo'sh o'ringa qarab, sal igizga topdi. Undan olsa, mushu mazmuniniki o'ndaniki liniychiligimi arasim. Shuna olgan ekan. Margin topnen 0 piksel. Ne yazıldı? 0 piksel. Qilibdi. Bu vaqtda hech qanday hodisa yo'q. Agarda bu linik hech qanday hodisa yo'q. Undan olsa biz 10 ga yozib boqaylik. Ya bo'lmasa yozib beraylik. -5 piksel to'pqa. Yine azroq, ha? -10. Bo'ldimi? Ana men rasmni yuzini sal kengaytirib qo'yaylik. 180 190 qilib boqaylik. 85. Mana bo'lsin, ha, mandek. Mana osti qo'shib bekkan shunday qo'y. Mana 185 olsun. Endi mayada yeni bir narsa bor. CSS yozilgan. Mushu mazmunning ichidagi, o'ngdiganning ichidagi, linkga qo'ysa, ya'ni ochashqandan simboz yig'iga kelsa, xatni rangida boshqacha yuz bersin, shunaqa. Yani xatni rangi red qip-qizil bo'lsin, ha? Bo'ldimi va? Xatni ostiga tutsin bu. Ana uchun. Bo'ldimi? Xo'sh. Endi mayam bitib qoldi men ostiqsini, ha? Men bir boshdan mana shu mayagim bilan kirgizib, tutilgan mana. Tutildi, ha? Endi men tavsiya mazmun. Tavsiya mazmuni. Mana shumi? Tavsiya ko'znak. Tavsiya mazmuni mana shu. Tavsiya mazmuni ichiga hamda. Ulaştırıp. Bu birliğinin içine patlamamaya gerek. Apa çıkartıyor bu? Kuruldu ya. Ben özüm küçükten çapladım. Şişmez bunu 3 ya. Saltırıp kayacaksam burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hazırım. Flatni buni bayatın rayt qilgancha shunga mayat kelmaslar. Anda bo'lsa buning o'zini men qanday qilaman degan vaqtda mushu tavsiya mazmun men buni bir yo'l deydi. UL UL'ni iletgandan keyin
yo'lniki idsi tam abzas yoki tavsiya bo'lsin ha. Andan keyin sizni qaraymiz. Mana diqqat qiling ha. Ostiga mazmun deganiki 10 ichidagi tavsiya degandan kelinki qimmati mashina ko'chirib mana chaplay. Ondan keyin flat ana bo'lmasin. Yana mesela bamya. Ondan olsa mana yo el qildi. Yo'lni keldi ha. Anamdan keyin ma ID'sini o'chirsam bo'ladi. Mayli ba. Nima chiqmadi shunama? Unda chiqmay qolsa qanday qilamiz? Intan oson. Ma bir ara. Bilsan qo'y ha? Osamki? 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 10 olsun. Bununla ben özüm küçülüp çalayım. Bundan mekan başka bulamayan şunava. Yani ma mezmunlar hazır. Fatma ne bir kurğa. Emniyete ma terbiyesi yan kadar mayık gerek şuna koy. Terbiyesi yan kadar mayık gerek. Ondan olsa ma onun içindeki li ma ücretey. Muşli. Bununki kanıyla. Kanı güzellik. Bu vakti ama takım küçük. Bunda güzellik. En patlama. O en patlama o. Şu aralığın yine muhakkak olacak ya. Lekin maya buzib ketdi. Ma kamlik bergan ekan. Kamlik bergandan ma osti buzib ketdi. Endi ma ostini biz qanday qilishimiz kerak? Ostiga men bunday qilay. Ma yo'lni o'rniga bir diay olay, ha? Diayniki ID'si. Tavsiye bo'lsin. Ama yayı bo'lsin. Endi men eshitdim siz orqali mana ostiga mazmun ichidagi, o'ngning ichidagi tavsiya deganninki ichidagi har bir linki
Kıymetleri. Mandalık olsun. Ma bulmuşsun. Ma blok olsun. Red on tarafın olsun. Onun için text. Buna bulsun. Ben bunu salayımız. Ben buldum hava. Hoş. Onun için ananıkin bununki top adlığını yani azak kötüde ya 15 kılay. Ne buldum ha? Hoş. Hani maya kelgan vaqtda bunun g'umon mushta mazmun yasak bo'ladi. O'ng tarafdan sol taraf bitta yozish shunaqa. Ma ikki o'ng taraf bitta hozir. Ma sol taraf bitmadi tag'i, sol taraf qilib qoldi. Hani ma asli yezitlar asli yo'q uning. Asli imtihon asan ham mayaga. Asliniki. Terliğini çekilir. Ananıkin. Buraya mazmun yozamiz. Barliq huquq asla filmin edit. Mahal yetib qo'ydim. Anandan keyin mas tesiz asli degan qaraymiz. Asli degan changlima egizlik, lekin yeziq bermazmiz belmagan. Ondan biz avval ko'ramiz. Ma chiqdi olmagan. Lekin xatni yo'lish bunaqa, nesh biz keyinga shunaqa. Biz HTML qilamiz. HTMLning diyorasiga. RTL mayli bo'ldimi? Ananiki. Buniki. Xatlaringa oxirin bo'lsin. Xo'sh. Haddinisi 10 piksel bo'lsin. Kaç çıkıp kaldı ya pastga. Ma BR-ni ma pin o'rni BR shiday. Ma aldık boşluğunu sel kenara. Onlara bo'lsin. Animatorning paddasini 10 o'rniga 30 piksel. Bu vaqtda aslim keyin ketib qoldi ya. Bundan paddan bermaydi. Paddan bermayman qanaqa qildi keyin qana. Bu bir liniya chiqdimi bu? Liq marjin berma. Mayaga. Asliniki liniki. Yeni display block. Bu yerda bir chekit qo'yib qolsa, shu chekitni bekor qiladi. Ondan keyin margin top, yani üst taraf aralığını 10 piksel taşıydı, aralıq taşıydı. Ondan 15 piksel taşıydı. Oldu mu? Emdi. Ya mavi 5 piksel taşısın. Astığa torazını yazım emayaga. Ne buldum ha? Muş torazını çekкен vaqtda olunduğun bolsun mu? Onda olsa torazını kime? 5'e ey boşluk target, yani yem olum şekilde çıktı ne? Yem güzel şekilde. Tamam. Bunun kıymeti asızlık ulanık. Bunun kırık adresi, ulunun adresi.
kechirinchi komga. Hamda makineden en axırıma. Mana tushunilmi? Yine hamiz bir qurib chiqıyor o'xshash. Mana bu. Hamda bizniki bermagan mana bir narsa olmayadi. Mana bodiga, ha? Body basing bo'ldi yoki boshqa basing bo'ldi. Hey, linke. Men ayrim beray. Hey, linke barliq ulan qilgan 10-jihatlar, ha, 50-jihatlar. Bo'lursa. F bo'lsin. Yine rengi oq holatda, andan keyin ostiz qalti yo'q bo'lsin. Men o'shaldimi? Ostiz o'shaldi, lekin rang o'shalmadi. Xo'sh. Unda olsa mush osti degan lining ichiga qiymat berdi. Bir qatam o'ngishib ketdi, ha. Unda olsa yana ostiga ayirmaydi. Aslıyınızki, lininizki, ey, linik. Anlayız bak ya. Bu vakti bu melumu de. Onda olsa. Lekin mayada mana bir qiymat var. Biz vistida bir qiymat o'rgangan. Mana küçülüp maktab dedim. Ayniki maqimlar. Yani moshina şey normal cezme şey manada. Tushundingizmi? Ma ayniki normal olti, ma visi degan shu amaliy aksiyon bo'lgan olti, andan keyin yana ay over, yani ayniki mavzuni yig'ilgan olti. Bu vaqtda xatni rengi sus kökeni o'zgarsin. Andan keyin siziq ostiq tutsin, ha. Teknik ko'rishgan qiymati yunder line. Mana bo'lsin. Endi buni saqlab etdim. Endi mana qarasangiz mouse yig'i kelsa mouse seriqqa ostiqsiz chiqadi. Seriqimiz köke. O'zgardimi va? Ben bunu bassam ananın keyin yeni kuzakta eşildi. Hozir to'g'ri yo'q, ama bu. To'g'ri bo'lgan keyin şu an eshilmaydi hozir. Az qismi bitib bo'ldimi? Anandan keyin men so'trak mazmunni shu 10 tak yozgan şey qadama-qadam yozib bo'ldi-ku mana. Tushunilmi? Sol taraftaki mazmunni sol taraf ishlayimizda vaqtcha ketib qoldi. Yana moshina ishlash, mayga rasm e'lon bir narsani qistirib, mayga bir narsani ishlab degandek vaqtcha joyga ketib qoldi. Ma'lum bir ishlab boqamizda ma bir bat yemir ulingan emasmi? Çalışkan astiki dehşet yaptığında Ha. Benim köyün kızıl gireyim dehşet yaptığında başka türlü yaratmasın. Ama xat başqa xat kima? Varsakman. Ya bunu özek olmaydi. Bunu GS'ni payda qilamiz. JavaScript'ni payda. Biz mazmunlarga yetib bergancha, agarda buni dontaymoy mail ASP, PHP, GSP, ASP'ni qaysi torbatildan paydalanayli, bu baribir aşağı turaverdi. Çünkü şu kodiki uçurning BIOS aşağı chiqgan mazmunlar bor. Muhimdir, o'zgarmaydi. Lekin ama shashqana rasmini mouse yig'iga kelsak boshqa o'zgargan xil bo'ldi.
Bu ayırmanın liğma o. Bu liğnin suymağı yere gelsak başka şey özgürden alıp çıkardı. Azamda masol tarafını işimsen bulamda. Xo'sh, ana to'rtbekimiz eng mazmunlar. Mayaga başınız ama resimle baklı ha. Resim onun astiga xat bos bo'ldi. Mana xat orqali olmasak bu internet oson mazmun qoldi. Shunaqa. Mayaga xat kelsin, astiga mana resim kelsin. Ashna bo'lsinmi? Bundan sonra bana resim tekste başka resim Onun yanı GS işitimiz. O aldığım gün size öten GS'de mi murakkabı? Qanday yazmam mazmun? Tavsiye degan diyerini ko'chirib oldim. Endi buni sol degan diyening ostiga solatadim. Bunun ismi yeni bo'lsin. Yeni bo'lsin. Endi mazmun o'ng, mazmun sol. Qani bu tavsiya? Mazmun o'ngning tavsiya. Mayaga. Diqqat ha. Bizdan solda bir şeyimiz. Mazmun iki, o'ngninki yo'q. Solninki yeni. Malları. Yeme. Anlamaya mani. Benim ama tavsiye. Tavsiyenin küçük bir kesen bulduğu kaydınızı otamay. Ben küçüğüm. Ben hazırlıkı. Orun. Mesela şu. Mani solga. Ben tavsiyenin yeğenga. Özgertmedim. Mamaya çıktı. Onunki yeni bana bir meselesi ba. Ona bir meselesi ba. Qanday mesele degan vaqtda malını qurarligi sal yaqinroq. Malını yig'iga o'zgaradi. Mana undaq emas. Undan bo'lsa biz solninki üstüge bir qaraylik ha. Ma o'ngninki li. Buni bergan, lekin solning li bermagan. Undan bo'lsa solning lini berib o'tla. Aşağı gel. Demek bu mu on taraf büyük bir çıksın, yezmada olsun, mercinler on taraftan olsun, mercin top yani minus 10 olsun. Ama buldu mu? Hoş. Ana lekin bunun hoversi yok hazır. Bunun hoversi mi? Onunki hoversi ne? Ekstrenge mi bu? Linin hoversi mi bu? Bunun küçük ikileme. Yes otamızdan bulduk ha. Demek bu ne ekilken bu maşa ekildi. Buldu. Amde amde Katlansa cho'ng'ar uzra qildi. Maymal 12 10 yilga.
Akıt bakalım da ha. Kadı da bu çokum. Ha bu hiç. Bir, iki, üç, dört, beş. Küçük lan. Tıkla böyle bunu nekem yüzüne bakın teceli ha. Ne? Oldu mu ama? Yani astık geldi. Astık kısmı çeken vakitte. Astık kısmı çeken vakitte sel bakarak şimşek olmaydı. Aslında iki kur resim. Anondan keyin iki kur resim. Bir. Hemen. Mayızın bir, iki. 10 tane resim bos bo'lgan bu. Meni buni joy tushirib, ostidan qisi, qaytib ketdi, qabarli dahshatli ism mazmunlar shunday qo'y. Mushug'i bu maya keldi. Endi men üstü mazmun qaramoqsak, bu yerda jahannat yo'q. Diyoyning ichiga ilg'an, ha. Buni biz nima qilamiz? Diyoyni qilamiz. Diyoy ayrısı tam. Bu dehşet olsun. Endi mush diyoyning ichiga mushu diyoyning ichiga o'xshash bo'lmagan lini ippasak bo'ladi, sal turib. Bu yerga maqsashxonaning keresini adresi mushuga. Mana ayın yemeğe maykeçe küçük pedok. Onun için yani bir ardından yazıp astığa. Mana bu Tıraşa yazıp ya. İngilizce 185 olsa İngilizce 80 olsun. Yap. İngilizce 60 çıksın. Bunun kengligi kaç çıksın? Hem de bununki siyaseti maya geldim hem de. Sol maya gel. Sol. Ondan olsa bunu maşallah yüzüyorey. Mazmun deganning ichidagi, solning ichidagi mana dahshat qilma bu. Dahshatniki, lesniki qimmat endi. Lesning qimmati ha. Buning qimmati buni hisoblamasa bo'lmaydi ha. Biraz buna olsun. Yine neyimiz var? Yine borders var. Rengi. Ondan olsun. Bunun üstüne ben yine mezmunun içindeki, sol diyen diğerinin içindeki, dehşet diyen diğerinin içindeki. Kadınısını nol kılıyordum ben. Yine kadınısını nol kılıyordum ben. Yine sayı rengine bundan rang bakın. Şimdi ben görüp bakalım. Ben çıktım hava. O tıraşalık yapmaya çıktı ya. Lekin resim bek küçük kaldı mı ha? Resmin kenligi 40. Yüzlük 60. Kenligini 50'lik. Kendi 60 kırık hani.
Endi qolganini sessiz yozamiz, diqqat ha. Sessiz qolmish dehshatli liga, yana nima bilan yozamiz? Undan so'ng biz mana rasm qarab turib yozaylik. Liga. Ordasi 1 piksel oq ranglik. Yana buniki. Haddan top piksel bo'lsin. Rasmni barib aralashtirib bo'lmaydi. Bo'ldimi? Mal lining kanalini belirleyim samayadi. Lining kanalini 100 piksel. Yigizgina 80 piksel. Lining kanalında yigizgi 100 piksel. Bu lekin ish qurib atmaydi mana bu. Ish qurib atmaydi. Ana plan turib. Men HTMLdan men 2 qurib yozib qo'yman malin. 2 qurib, 1 2. Atmaga genda chiqib oldi, ha. Nasıl mancırsak köpetey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ne buldum ha? Ligmalli bir kirish ketdi. Bunday bo'lsa bo'lmaydi. Bunaqa. Unday bo'lsa, yana CSS'ni davomli o'xshaymiz. CSS davomli o'xshaymiz. Masalan, CSS'niki Plus'ni aytib qo'ray. Andan keyin mavi lininki egizligini 90 olsun. Resimden egizligi 60'ti. Resimden 50. Kanalini mi? Hamiz qanday ekan o'zgartirib. Mana bir tursin ha. Endi men lininki qayerda? Margin topni 5 qisqiq. Pes düştüm ha. Ama üst çıkıp kalmaya şundan koyun. Üst çıkıp kaldı. Bunu kanal koymayın. Bunu el kılışın. Bunu el kılışın. Dehşet diyenin ki peddansı verme. Peddan. Koydum ne? Minus 10. Kısık bir bakayım. Bu vakti bu işlemedi. Bu vakti bu işlem yapıp kaldı. İşlem yapıp kalsa bunda olsa ama 10'unki aslidagi mana rasmligini qanday bergan to'q tavsiya. Yani margin top minus 15 lekin biz mana margin topni minus 15 qilsak rasm bir kirish kerak. Masalan bizim tavsiya deganki linki margin topni minus 15 qilib pasaq bir kirish kerak. Shunday qilmki xo'sh. Ana olsa biz buni joy bo'yicha qilib ma üstüme aralıqni biz o'ngishimiz kerak. Bu aralıqni o'ngshash uchun mayada bir masala bor. Bundan HTML qaraylik ha. 5 mashar chiqwa. Bundan sonra mana ichiga bir yo'l olay. Hamda men diyorni ichiga yana yo'l olay. Hamda mayaga mazmunning ichiga, solning ichiga, tashadiganning ichiga yo'lsizga haddan topni minus 50. Qisqiq kirib qoldi, yo'g'on qilib.
Bu vaqtda bir ta chiqib qoldi. Ya istiymamay bu hozir bir ta ketadi. Manimcha marjin to'pni mana bu to'xsin qildi. Qani bo'lamki? Shunday qilsak bo'ldi. 20 bo'lsin. Bundan 15. Endi bo'ldi men yandiki o'sha o'xshash maramkini o'rni. Lekin men orliq. Buni qaraymiz. Undan sonra biz bunu biraz izleyip tutmayatın. Ma yo'l var, ma yo'l qo'shib qo'ygandan keyin shon chiqib oldi. Yo'lning pardasini yo'q kerak. Hem joy keldi-ku. Endi har bir liniki orliq masalasini ma mali umayga kanraja kelsin, ha? Orliq masalasini. Bunu qanday qilamiz? Orliq masalasini hozir joy shunaqa. Üstüme aslında tal yüzün taşı bazı kabul oldu mu? Yüzün 100 kılıp. Üstüme aslı kısımlarımı maya caydan ölçemlik alır. Lekin sol taraf kısımdan ölçemlik emez. Bundan olsa bunu el koyuşun ki kanal solu var. Mal linin kengensek. Mal linin onsa yönüz gibi ardından kengensek mi buludu? Lekin buna kengesek bu yerde azrak binanın afak gelip çıkışı mümkün. Binanın afak gelip çıkışı mümkün. Lekin binanın afak oluşu buldu. Yine makanın karşısında retlik. Arlık karşısında retlik. Lekin makanın biz kenar kıvarsak bu vakitte set çıkı oldu. Şunun için lini özüne oturup tanışıp verip bakılı. Yolunu kendine. Kendine isterdi. Hem de yolun içine Kendini ağırlaştırmış. Hoş, bugün işimiz şuna koy. Ondan olsa biz yenilen bunu kanşapımıza bulmak için. İşlemeli sessiz qarab, sessizden şu dehşet degeninki. Andaşın UL Leninki. Yigizgen 90. Leninki üst arlığı margin top. Margin right kılayım bir. Margin right'ni bunu 8 pixel. Margin top ne? Margin right ücretim hazır. Margin right 8% pixel olsun. Ondan olsa margin top ne? 10 metre. Beşinci ya. 5 gene. 5 olsun. Ananınkin. Yine. Mercin. Postum ne? Yine 10. 8. Böyle. Mafes düştüm ha. Hem de sol tarafını azap özgertle. Mercimeğine 10 kırp bakayım. Naz toksla ya. Oldu mu ayarlamaya? Mal buldu. Hoş. Lekin motorbatda azaq set bir yava. Qanday set bir yava degan vaqtda mau o'zimni bir kulani bir setram. Mauzni yig'ib olsa taqim setishdi. Shunaqa. Tavsiyaniki. Başlamasa ko'rdi endi. Tizimniki bu joytirib olsin. Tavsiya 10niki. Ya bu emas.
Mavi. Bu yerda bakmak begene qo'ymas bir qo'lirgan. Buna olsa bütün qo'lirni ko'rayapti, ha? Bütün qo'lirniki background moddi. Onunki mod ekan. Unda olsa buni tezlik qilib o'tay. Mana mouse yig'iga oxirgi bo'lsin. Bo'ldimi? Oxirgi paket chiqdi ekan. Ananiki yana. Yana din yeni topsam bo'ldi men hozir. Mana bunimi tez qilib o'tay. Ana bo'ldimi bu? Lekin men tüp chiqib qoldim taqira shunaqa. Taqira chiqib qoldim men. Lekin bu taqira chiqmay azroq balki o'ziga chiqsin. Ananiki men bu har bir liniki tek rangi oxirgi bo'lsinmi? Her bir liniki tek rangi oxirgi bo'lsin. Mana aka. Mouse yig'ib olgan ekan, bu o'zgarsin shunaqa. Mouse yig'ib olgan ekan o'zgarsin, nima o'zgarsin? Borders o'zgarsin. Boshqa o'zgarmaydi. Mana kuchli ekran mashaqatgacha. Kuchida ham chapladim. Ham buniki qo'v versin. Borders bir pixel solid sizning rangi. Ko'hram bo'lsin, ha? Mouse mana ikkiga olsa, tut yo'q ketmay, ko'hram o'zgarsin. Mana shunaqa. Xo'sh. Shuni bilan mobat bitdimi? Men tushuna olammi? Jarayon to'liq tushuna olammi? Xo'sh, shuni bilan ana bu jarayon qoldi. Ana shu o'zini ko'payish orqali yoki mana texim mana ishga texim ko'p ilg'or bo'lgan tor bekatlarni yasab chiqish bo'ladi. Mana ustiga men mana bilan qo'shib qo'yay. Diyoyiniki border radiusini 10 piksel qilib qo'yay. Mana border qarang hammasiga. Nima bo'ldimi? Xo'sh, malashasini bo'ldi. Lekin ma hech 3 yerlar mayada bu jumla bo'lmaganiga mana cho'moq chiqib qoldi, ha? Mana bo'ldi ekan. Bayadan qo'llam ekan mama. Undan o'zi hech 3 ninkidan shitay. Hech 3 niki. Mana shu. Bunimi on piksel. Yine aslında bir sıra içmiştim. Bunun maşaya. Yani buldum hava. Ma üstün kısmı cümlaksa takım çıkar çıkıyor, ha? Tizimlik'in lisi. Tizimlik'inki yönetici li benim hava. Bunun border radiusini 10 piksel qilib peşimlik şeydemi bana. Bo'ldimi? Mana bo'lar ekan bundan chiqsa. Xo'sh, endi yeni bir normalsizlik ahvol bor mana. Unda ne der desangiz, men asli eng ostidagi diyoga qarang. Atrofga jumla chiqib qoldi mana. Ananiki mava cho'ng degan diyoga qarang, buning jumla qo'y. Bu üstüme cümle koyun ki, ular cümle çıkmayı, ular tütçez bütün çıkıp verse, siz çıkıp verse kavanız hem işe giderse hem cümle çıkıp oldu.
Bundan sonra boşlarını el qilamiz. Buni el qilish intayin oson. Cho'ng degan diagonalki. Orada yazıyorsun 0. Tekrar qilyapti. Bundan bo'lsa, buni ijro qilamiz oyoqqa, hamma bunga. O'xshadimi? Endi maya qana, maya o'xshatdimi? Endi osti deganda yana ayrim qilamiz mayadan. Osti degan mushug'i. Bunimi orada yazıyorsun 0. Tekrar qilyapti. Bu yo'q bo'ldi. Xo'sh. Tushunish bo'ldimi? Shuni bilan modelimiz tugadi, ha? Torbatni mashina ishlab masallar xil obdan bir narsani chiqarib bo'ldi. Ya Allah, yomon cho'z kerak nima ishni.